Assalomu alaykum do'stlar. O'tkazib olmanglar bu videoda. Farzandlarimizga telefonni shunday berib qutulyapmiz. YouTube'da ochib beramiz. YouTube'da har xil videolarni ko'ryapti bolalar. Multfilm ko'rayotganga o'xshaydi. Qiziqarli bir rangli bir holatlarda bir yoshi katta odamlar har xil qiyofalarda bir kuldirib, o'ziga bir qaratib olib o'tirganga o'xshaydi. Lekin ko'rib kuzatsam, bu o'ta bir tarbiyasizlik, o'ta bir jirkanch, o'ta bir yomon holatlarga o'xshab tuyuldi. Shulardan ehtiyot bo'ling demoqchiman. Mana qarang, hozir shularni sizlarga ko'rsatmoqchiman agar chiqib qolsa. Shu YouTube'ga kirib o'chirib yubordim, tozaladim mana. Podpiska tashlab videolarini nima qilib qo'ygan ekan, hammasini steryat qildim. Endi istoriyadan qidiramiz endi bu chortlarni videolarini. Istoriyadan qidiramiz. Mana qarang, bu ahvolda nima bu? O'chirdim, mana shunga ham podpiska bosgan ekan. Ma'nolarni aytmoqchi edim. Har doim farzand baqish oson bo'lmagan. Agarda farzandingiz bir yaxshi inson bo'lishini xohlasangiz, e'tiborli bo'lish kerak farzand tarbiyasiga. Ertaga bu farzandingiz sizga yo hassa bo'lishi mumkin qariganingizda, yoki ana shu kaltagan bo'lishi mumkin. Bo'lib ham qutulmaysiz, orqangizdan la'nat yetib turishi ham mumkin. Farzandingizni yomon xulqidan, zulmidan yoki yomonligidan sizga gunoh ham yetib turishi mumkin. Shuning uchun yaxshi bir orqangizdan farzand, avlod qoldirishga, yaxshi bir nom qolishiga bir harakat qiling. Endi bu meni fikrim. Kimlardir qo'shilsa, like bossin yoki fikr bildirsin. Imkon qadar yaqinlaringlarga bu fikrimni aytib deb ulatsanglar, ko'pchilik ko'rsa yaxshi edi. Sog' omon bo'linglar.